Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan 7 Pro avtomobilimizni obzor qilib o'tamiz. Xo'p, avtomobilimiz motorlariga keladigan bo'lsak, bu 7 Pro Max avtomobilimiz 1.6 turbina motor bilan jihozlangan 4 pochli sipli motor. Rasxodlarga keladigan bo'lsa, shahar ichida 8 ta 9 tacha rasxod qiladi, danli yo'llarda 5-5,5 tacha rasxod qiladi. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyalari bor. Abisovkalarimiz 3 ta dizaynda ishlangan LED optika faralar, tumankalarimiz bor polностью. Keling, bu tarafdan bir tushuntirib o'tishni boshlayman. Diskalarimiz 19 lik razmerda chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan. Hop, bu tarafda ham beshkulcha dastoplarimiz bor, sensorli polностью. Salon qismimiz korичневый svetda ishlangan. 85% kojinda ishlangan bo'ladi har tomonlama. Abagrev bor, abduqlari bo'ladi, sovutish, isitish tizimi. Eshiklari ham keladigan bo'lsa, peshxalkalari bor, xromli materialdan ishlangan, chiroyli dizaynda bo'ladi, podsvetkalari ham bor даже. Hop, orqa tomonimizga keladigan bo'lsa, anchagina shinam, keng, mazza qilib ketasiz. 3 kishi, 4 kishi bo'lsa ham bemalol sig'ib ketaveradi. Hop, arqa faralarini ham ko'rgan bo'lsangiz, juda chiroyli dizaynda ishlangan, silikon yonadi, polностью splashnoy bo'lib. Elektronli knopka orqali ochiladi. Hop, bagaj hajmimiz anchagina katta, ixcham. 475 litr bagaj hajmi hisoblanadi. Pardalari ham bor. Yuklar yo biror narsa qo'yib qo'yishingiz ham 4-5 kilogacha ko'tarib bera oladi. Zapasnoy balonlari ham bor. Xuddi o'zinikidek sakadichka bilan ishlangan. Zavodskoy kamerasi ham bor, orqa tomon bemalol olib beradi. Elektronlik knopka orqali yopiladi. Patronni datchiklari bor. Oyoqlantirasiz 2 metrdan. Bakimiz hajmi 51 litrgacha ishlangan, 92 va undan plus. Hop, orqa tomonda yana deflektorlari bor, isitish tizimlarigacha bor polностью. Siznikilarimiz isitadi. Dam olishga chiqqan paytlaringiz bemalol bosganchiklari bor. Bemalol ketsangiz bo'ladi. Oldi qismimizga keladigan bo'lsa, 360 kamerasi bor, slipoy zonalari, funksional jihatdan. Pamять zonalari bor, oilaviy 3 kishi, 4 kishi minsa agar, onisi o'zingizga saqlanib qilib olsangiz bo'ladi. Elektronlarimiz, siznikilarimiz elektronli yo'nalishda bo'ladi, hamma tomonlama regirovkasi. Ancha chiroyli dizayn, cruise control, adaptivniy cruise control, polasa ushlash, slipoy zonalari. 6 xil rejimda yuradi bu avtomobilimiz. Eco, sport, normal, 4x4, tog'li va qumli zonalarda bemalol yuradi. Klimat kontrol 2 zonali har tomonlama. Splashnoy monitor juda chiroyli dizaynda. Даже panorama luklari ham bor. Hop, bu avtomobilimizda tan narxi 364 million 900, 3 xil pozitsiyada bo'ladi. 299 million 900, 344 million 900 va 364 million 900. Avtomobilimizda avtokredit, lizing, причисление, lizing рассрочка рассрочка yo'nalishlarda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hop, sizlarni avtosalonda kutib qolamiz. Cherry ADM Astor qarshi avtosalonida.